2025-yilda arzon va sifatli temir darvoza qo'ydirish maqsadida yurgan aka-ukalarimiz videolarimizni oxirigacha ko'rsalari. Darvozamiz juda ham ideal holatda chiqdi. Albatta to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Assalomu alaykum, Humoyun Ustoz kanalini kuzatib borayotgan hurmatli yurtdoshlar, kanalimiz obunachilari, ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrdonlar, sog'misizlar, salomatmisizlar. Hurmatli yurtdoshlar, bugun biz Toshkent shahriga navbatdagi darvozamizni olib kelib chiroyli qilib o'rnashtirib berdik. Albatta videolarimizni oxirigacha ko'rsalaring, bu o'rnatgan darvozamiz bo'yicha to'liq ma'lumotlarni berib o'tamiz. Darvozamiz qanaqangi materiallarda yasaldi, qanaqangi kraskalar sepdik, dastavka ustanovkasi ichida nech puldan olib kelib o'rnashtirib berdik. Barchasini to'liq chiroyli qilib ma'lumotlarni berib o'tamiz. Aziz yurtdoshlar, bu darvozamiz razmeridan boshlasak, eniga darvozamiz 350, bo'yiga 325 razmerda bo'ldi. Darvozamiz 2lik listda yasalgan, 2 qavatli to'liq mana shumka bo'lgan. Juda ham bir ideal holatda chiqqan darvozamiz. Darvozamiz asosiy mana stoyka qismi, fon aylanasi 5 ga o'nlik shviller bo'lgan aziz yurtdoshlar va mana qovurg'a profillari 6 ga 4lik profil, ichlari, tashlari 8 ga 4lik, 1.7 lik stenalar, qalin qora profildan foydalanganmiz. Darvozamizni yana bir e'tiborli jihati aziz yurtdoshlar, juda ko'p hozir darvoza bo'yicha murojaat qilyapti turgan yurtdoshlarimiz yoki darvoza qo'ydirib shikoyat qilyapti turgan yurtdoshlarimiz bor. Mana shu joylardan zanglash boshlanyapti darvozalarni deb. Sal yaqinroq olib kelib ko'rsatsangiz, mana shu 1.2 lik qalin listda qo'lni mana uklonchasidagi giftda bukilgani mana aziz yurtdoshlar, mana shu joylarga qo'lni mana yog'ingarchilikda suv tekkanda yoki darvozani chang bo'lganda yuvganda suv to'planmasligini hisobiga ukloncha spaklarini qo'yib juda ham ideal holatda qilib ishlab berganmiz. Darvozamiz aziz yurtdoshlar 1 kvadrat metri dastavka ustanovka ichida bu darvozamizni 1.2 million so'mdan 1.5 million so'mgacha yasash mumkin. Aynan mana shu o'rnatgan darvozamizni 1.350 so'mdan olib kelib o'rnashtirib berdik. Qo'lni mana shu zazorlarigacha e'tibor berasizlar, mana 2 ga 2 chaspaklarini qo'yib va mana devor bilan darvozani o'rnagan holatni ham e'tibor berib ko'rasizlar. Juda ham plotniy holatda chiqdi aziz yurtdoshlar. Va havo aylanishini hisobiga tepa qismini lazerda chiroyli qilib gul o'ydirib, setka qilib qo'yib berilgan. Va mana shu gullari polni smala gullarini qo'yib, o'ziga yarasha mana ustunchalari va mana zamonini ko'rsatib o'tsak, hozirgi kunda yaxshi xizmat ko'rsatib turgan zamoklardan qo'yganmiz. Aziz yurtdoshlar, 1 kvadrat metri hozirgi kunda temir darvozalarni 500 ming so'mdan 2 million so'mgacha tayyorlab beryapmiz. Albatta shu ekrandagi nomerlarimizga aloqaga chiqsalaring, shaxsan o'zimning nomerimni qoldirib o'taman. Birinchi qo'ldan arzon va sifatli to'g'ridan to'g'ri ustalarga murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xohlasa O'zbekistonning istalgan joyiga kelishilgan holda tayyorlab olib borib ustanovkalarini qilib beramiz. Va o'zimiz har xil turdagi temir darvozalarning katalogini tashlab beramiz. O'zlaringga yoqqan variantdagi darvozalarni tanlasalaring, tanlagan darvozalaring qanaqangi materiallarda yasalishi bo'yicha ma'lumot beramiz va kelishilgan holda chiroyli qilib aziz yurtdoshlar tayyorlab beraveramiz. Xizmatlarimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, videolarimiz yoqqan bo'lsa bittadan like bosib, bizning mehnatimizni qadrlab, videolarimiz kengroq tarqalishi uchun oshna og'ayni do'stlarga podelitsiya qilib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.